O'zbekistonda 1999-yildan beri 9-may Ikkinchi jahon urushida Germaniya fashizm bosqinchilari mag'lub etgan va G'arbiy frontda urush tugagan kunda xotira va qadrlash kuni deb nishonlanib kelinmoqda. Xotira va qadrlash xalqimizning asriy qadriyatlari, ulug' fazilatlaridan biridir. El-yurtning tinchligi, osoyishtaligi va erki, ozodligi uchun kurashgan insonlar hamisha qalbimiz ardog'idadir. Ulug' Vatan urushi davrida O'zbekistonda yashagan 6,5 million aholining 1,5 millioni frontga ketgan. Ulardan 420 ming qaytib kelmagan, 640 ming nafari yaralangan. 120 ming o'zbekistonlik order va medallar bilan taqdirlangan. Jumladan 338 nafar o'zbekistonlik Sovet Ittifoq qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Urush yillarida O'zbekiston xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1,5 million kishi uchun boshpana bo'lgan. Xotira va qadrlash tushunchasi chuqur ma'noga egadir. Ushbu kunda barcha bobolarimiz ham, mo'tabar buvilarimiz ham o'z vatanini himoya qilishda jonini fido qilgan va bu ayovsiz jang va jadallarda qahramonlarcha halok bo'lganlar xotirasini biz yoshlar aslo unutmaymiz va unutmasligimiz kerak. 9-may xotira va qadrlash kuni Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlarini unutmaslikka, tinchlik va osoyishta hayotimizning qadriga yetishimizga, vatanga sadoqat hissi bilan yashagan, shuningdek doimo ogoh va hushyor bo'lishga, tarixiy xotiraga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qilib kelmoqda.